Assalomu alaykum. Va har doim niyat qilganman buvim bilan birga yashashni. Men borib ko'pgina pul ishlab kelay. Считать умеешь? Да. На английском. Ты мне сегодня новые слова выучи, хорошо? Yaxshimisizlar? Ketdik. Nikohingizdagi zamon. Sensizlikka malham topmadim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yo'q. Nimaga? Yaxshi o'tiribsizmi? Noskimi? Kiymadim. Kiymadim, nuqul noskiga qaranglar. Har doim. Ayam kelsa ham noskiga qaraysiz, a? Hamma noskisini nazorat qilib turishingiz kerak. Katta-ya. Yo'q, bilaman, noski kiymayman buva. Bilaman, noskigingiz bor. Men. Uni ham kiyolmayman-da. Mayli, yeb oling ozgina. O'zingiz. Bozorga bordinglarmi? Bozorga bormadingizmi? Bu bozorga borishni yaxshi ko'raman. Bir yaxshi bo'lib tursa bozorga chiqib kelishadi. Chunki bozorda yoshliklardan hamma 8 ta bolalar bo'lsa, 8 ta bolalariga mana shu hamma kelinlarni bitta-bitta olib chiqib, hammasiga bozor qilib berardilar. Yoshligimizda ham eslayman, Marg'ilonda hammaga bozor qilib beradi. Ha, bering. Bering. Bo'ldi, men yecholmayman. Amal bering, menga yeb qo'yaman. Qizlaringiz qani? Mana shunaqa. Ko'rdingizmi? Nima deyapti? Nima deyapti? Kulmayapman. Men choy. Qizlaringiz qanisa mana deyapsiz, o'zingiz meni ko'rsatyapsiz. O'shani aytyapman. Men. Quydim issiq choy, issiq sekin iching. Oyoqlari og'rimayaptimi endi? Lekin ancha tushib qopti, suv yo'q. Yaxshi, ishmagan. Ishqi ketibdi. Pochkani babi lecheniyasi, ha? Chunki pochkani lecheniya qildik-da, o'sha zo'r bo'ldi. Xijolat bo'lyapsizmi? Xijolat bo'lyaptilar. Jicha? Ha, yana qo'yamiz, qo'y, ichavering. Sal yana ko'proq issiqroq quyib bering, itib qoldi. Bo'lib yuraversin, yaxshi qiz-ku. Mayli. Mayli. Ana yig'lamayapti. Yo'q, yig'lamayapti. Bolalaringizmi? Yo'q, yig'lamayapti. Bolasi yaxshi. Bolasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Moncha bola, hammasi yaxshi. Bittasi ishga ketdi. Ikkitasi ko'chada to'p tepyapti. Ikkitasi ko'chada o'ynab yuribdi qiz. Men borib ko'pgina pul ishlab kelay. Moncha pul. Uxlayapti. Kim uxlaydi? Men uxlamayapman, bu. Bunaqa uyquchiligimni aytmang-da siz. Ashanga qurib yurib ketdi. Yuryapman, yuguraman. Hammasi. Siz mendan turib, hamma narsani ko'rib, kuzatib o'tirasiz. Nechida kirib, nechida chiqib, qachon yugurgani ketaman. Bizga Buva, men ketdim endi. Yaxshi o'tiring, kiyinishim kerak. Bo'pti, buva. Ketaveraymi? Hop. Buvim men bilan yashaydi, chunki men buvim bilan yashayman. Har bitta insonni Allohim rizq nasibasi bilan yaratadi. Va buni qarangki, men kvartirada yashardim, oilam kichkinaroq edi, kvartirada yashardim. Va har doim niyat qilganman buvim bilan birga yashashni. Bitta hovlida, bitta uyda yashashni. Va men aytganman, Xudo xolisa, mana shu hovli olishim bilan buvimni borib olib kelaman deb. Chunki men buvimning qiziman, men buvim bilan katta bo'lganman. Bu
men birinchi turmushga tekkanimda to'g'ri, bu ularni uyida, masalan, qiz bola erini uyida yashaydi, to'g'ri. Lekin turmushim bo'lmagandan keyin endi meni o'zimning uyim bor. Nimaga men buvimsiz yashashim kerak? Men buvim katta qilganlar-ku men. Shuning uchun biz yana topishdik. Biz yana bilamiz deydi-ku. Shuning uchun men buvim bilan hali ham turibman. Va meni o'ylashim bo'yicha shu niyatimni qilganimdan keyin bir oyga ham bormasdan uchastka hovlili bo'lganman. Bu Allohning mo'jizasi emasmi, masalan? Мамочку любишь? Люблю. Вот так. А ты мамочку любишь, София? А София как любит? Она не любит маму. Почему? Она любит маму. Она сказала, что любит Саху. Шаху? Да. Потому А Саха теперь не будет, но она все равно любит Саху. И ее же сердце рядом с Сахой. Считать умеешь? Саха. На английском. One. Да. А если не будет? Ну говори. Стесняешься? Two, three, four. Держите ее, она сейчас. Держу. Five. Five. Six. Seven. 8. 9. 10. Well, I did. Идем, geldik. Ну-ка. Идем. Все. Что хочешь? Чтобы тебя подняли? Мама, будет на выходной, когда пойдем в садик? Выходные? Еще нужно 4 дня сходить вам, а потом уже... Да, конечно. Ты мне сегодня новые слова выучи, хорошо? Еще 3. Хорошо? Здравствуйте. Qizlarimni bog'chaga olib borishga har doim vaqtim bo'lmaydi yoki olib kelishga, chunki olib kelish vaqtimiz bizni ish paytimizga juda ham ko'p to'g'ri kelib qoladi. Lekin harakat qilaman. Ularni olib kelishga va meni ishim ularni kuzatib yorish, chunki ular mensiz kiyinishmaydi. Men nima qilib bo'lsa ham uxlamagan bo'lsam, o'lib qolib, osilib qolib bo'lsa ham, ko'zimga gugurt chiqib, cho'pi tiqib bo'lsa ham, mana shunaqa qilib ko'zimni ochib, kiyintirib chiqarib yuborishim kerak. Bo'lmasa ular kiyinishmaydi. O'g'il bolalar ham xuddi shunaqa. Erkalik qilib qo'yishadi. Yordamchilarga, masalan. Men uyda bo'lsam, o'g'il bolalarni soldatchasiga qilib qo'yaman, qizlarga borib iltimos qilib kiyintiraman, shunaqa qilib sekin kuzatib boraman. Kayfiyati yaxshi, keyin chiqib ketishadi o'sha yerda. Keyin bog'chaga borishadi. Mikrofonim yo'q. Rejissyorlarimiz
переживать qilib, siqilib qo'yishyapti. Mikrofonimiz yoqig'mi, yoqiq emasmi deb mikrofonim yoqiq. Assalomu alaykum. Qanaqasiz, yaxshi? Siz yaxshi yuribsizmi? Qanaqasiz, kelib oldingizmi? Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ketdik. Charchamadingizmi yo'llardan? Bo'ladi, yaxshi. Yaqinda keldingiz-a? Kecha keldingizmi? Kecha keldim. Kecha kechqurun keldim. Bular meni qadrdon do'stim Bekzod. Ko'pchilik Bek Dubay Abaya deb tanishadi, Bek Dubay deyishadi. Biz ham oldindan Bek Dubay deb nima derdi? Har doim aytardik. Taxallusingiz xullas Bek Dubay bo'lib qolgan. Beksiz qaysi desa Dubay deymiz. Shundan Bek Dubay bo'lib qolgan. Keyin nima deydi? Do'stimiz keyin bizneslar qilib, biznesmen bo'lgandan keyin Abaya degan taxallusni yana qo'shimcha yoniga Bek Dubay Abaya deb qo'shimcha taxallusni o'zingizga o'zingiz mana maqomiga erishdingiz. Dubayda istiqomat qilinglar, o'zlari o'sha yerda ishlaylar, o'sha yerda yashaylar. Shu Qo'qondan chiqqan bala, o'zimizni qo'qonlik bala mana Dubayga borib necha yil yashadingiz? 10 yildan oshdi-yu. 9 yil bo'ldi, 10 yil bo'libdi mana. 10 yildan beri o'sha yerdalar. Xullas hozir bu yerda magazin ochib, tadbirkorlik qilib, biznes qilyaptilar. Omad va rivoj tilab qolamiz. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimga. Bizga ano nima deydi, kiyimlarni snapchat qilib, Dubayda nima kerak bo'lsa, snapchat qilib turadilar, bizni yerdan jo'natib turadilar, xabar olib. Shu nonushta qilib, takras ishlarimiz bor edi. Men yangi konsert dasturiga ham kiyimlarimizni hal qilishimiz kerak. O'shaning uchun ham Bek ko'rishib olmasak bo'lmaydi deb. Ha, ish bilan kelavering. Alaykum assalom. Keyingi safar bu tarafdan o'tsangiz, yuzingiz ko'rinadi. Yaxshi, yigit uydagilaringizga bunday qilib o'tib ketsangiz bo'ladi-ku. Onlayn bo'lgani uchun hammani xijolat bo'lib qoladi. Kameraga nima deydi, xalaqit bermayman deb. Mani Instagramda repost qilasan har bitta postimni. Facebookda ko'z qilaman o'zimni hayotimni. TikTokda aktiv bo'ladi faqat kechki payt. Dunyoimni bilding, endi ko'rasan online. 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 Telefon. Telefoningiz bormi? Telefonda olmasin-da. Problem var. Biz Canım evleneceğiz, benim. nikah yapacağız. Tez Türkiye'den tushamiz. Ne zaman? Tur yoniga. Yoniga tur. Ha. İyi yapmışsınız. iyi mi yaptık? Evet. Hayırlısı Özbek kızlarımız, bayanlarımız şey. İnşallah. Çok Siz Türkçe iyi biliyorsunuz. Oldingmi? anlıyorum ama Ya. ben şarkıcıyım. Maşallah. Ular baxtingizni bolalarni rohatini ko'rib, ular yuzga kirib faqatgina Memnun oldum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ha. İnşaattan İstanbul'da. Burada mı çalışıyorsunuz? İstanbul'da. Ha. Ama şöyle. Gelin burada mı? Biz Bekobodga bormaysizmi? Bekoboddan mı? Ha. Gelin bu işte. Siz gelin. Düğününüz ne zaman? Nikahınız ne zaman? Kendisi şimdi Avratlar ikisini yapalım sonra. Bugün Bizlardan ketaymi yaqin bir aylar. Ha, siz bilan bir maza qilib keling. Iloyim baxtingizda qarab, mazza qilib, rohatlanib yashanglar. Rohat bo'linglar. Teşekkürler. Sizga omad qishlar Bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog' bo'lib yuring. Rahmat. Güle güle, bye bye. Ha, teşekkürler. Baxtli bo'lishim. Baxtni yoshi bo'lmaydi, nikohda ham yoshi bo'lmaydi deydi, yosh tanlamaydi, sevgi yosh tanlamaydi. Havas qilsa arziydi. Mana yoshlari kattaroq bo'lishiga qaramasdan sevgiga ishonishar ekan. Birga bo'lishibdi. Ikkita qalb topishib nikoh qilgani kelishibdi O'zbekistonga. Bekobodda manchi to'y bo'lsa kerak. Как дела? Ничего, рада Идём. тебя видеть. Я тебя тоже. Салам алейкум. Салам алейкум. Я сейчас chiqib olib, потом... Ой, спасибо большое. Nima deydi, repetitsiya.
Перед концертом в форму надо приходить. Ассаламу алейкум. Идем прямо. Здравствуйте. Переоденемся, да? Да. Сюда прямо. Давайте счастливы, приходите. Все, идите отсюда, да? Musiqa insonni kayfiyatini ko'taradi. Qanaqasiz? Hünkârım yaxshimisiz? Детство, если честно, мало чего про него помню. Весело было мне. I'm really sorry that today I'm late to take my kids. Juda ham xursand bo'ldim, lekin qo'rqdim. Yalvara 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 yuragim bo'ldi so'rama uni sarsana ko'zlarim O'g'izga chiqsanglar, meni olib ketinglar. Men dedim, to'ylarni o'sha kunga bersanglar, men o'sha kunimni bo'sh qoldiraman, to'y olmayman deb. Давайте счастливы, приходите. Все, идите отсюда, да? У него урок. Кстати, он очень строгий. На него не смотрите, что он ха-ха, хихи, он очень какой строгий. Маму на oldidan yig'lab chiqib ketgan paytlarim ham bo'lgan. А как мы в Москве танцевали с ней? Просто шли по Тверскому бульвару и как зажгли хорезмский Помнишь, танец. да? Вообще. Ani o'rtog'ing o'tib ketdi biza bilan borqisi. Rahmatli. А так maza qilgandik. Все, я буду приходить. Всё, я жду тебя. Над мимиками нужно будет поработать. Мы же артисты, у нас должно быть все как бы идеально и все должно соответствовать. То есть руки должны соответствовать плечам, плечи должны соответствовать голове. Голова, голова, как будет правильно говорить на русском? Голова, да? Ага. И мимика должна соответствовать вообще всему этому телу. И не только говорить, а душой надо танцевать, показывать. И, albatta, mimika ham bo'lishi kerak bu yerda. Raqsni yaxshi ko'raman. Umuman olganda raqs insonni kayfiyati, musiqa insonni kayfiyatini ko'taradi. Va men mashinada yurganimda ham bir o'zim yurishni ko'proq xush ko'raman, chunki musiqani balon qilib eshitib ketaman. O'zim musiqam emas. O'sha xorijiy musiqalar, xohlagan musiqamni qo'yib olib, o'ynab raqs tushib ketaman, chunki yaxshi musiqa va yaxshi raqs bu zo'r kayfiyat beradi va yaxshi kayfiyat har doim boshqalarga ham yaxshi kayfiyat beradi va ishingizni 50%ni hisob qiladi. Assalomu alaykum. Kelibsiz sekin. Qanaqasiz? Hünkârım yaxshimisiz? Aha, trenddagi odamni olib kelyapman, trend. Уровень. Zolushka, Snegurочка. Yaxshi qalaysiz siz? Rahmat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Qilichmi buyuribsizmi? Soat qarang. Telefon qildi-da hozir 10 minut oldin men kelolmadim deb qo'ysa bo'ladi. Keldilarmi? Kelolmayman.
Konsertga taklif qilishganda birinchi bo'lib juda ham xursand bo'ldim, lekin qo'rqdim. Xursand bo'ldim. Ikkalasimiz shunaqa volneniyada meni ushlab turadi. Qo'rqaman, xursand bo'laman, qo'rqaman, xursand bo'laman, hayajonlanaman. Keyin bek vokalda turasan deb chaqirishdi. Men juda ham xursand bo'ldim, chunki bek vokal bu juda kulchovoy narsa va ko'p joylarida menga ko'proq berilgan vazifalar bor. Endi bu kollegalarim ichida prioritet bu bitta va konsertda ishtirok etish, bu har bitta musiqani chalishlari, ijro etishi, buni paydo bo'lishi, mana konsert dasturida har doim, har yili bitta yangi qo'shiq albatta paydo bo'ladi, ya'ni tug'iladi yangi qo'shiq. Buni tug'ilishi, bu faqat yaxshi, chiroyli, nima deydi, muxlislar faqat chiroyli dastur tomosha qilishadi, lekin uni ortidagi mehnatni, uni ortidagi anaqani hech kim bilmaydi, ko'rmaydi. Uni o'ziga yarasha juda ham mashaqqatlari ham bor. Ya'ni javobgarlik katta bu yerda. Kimdir bitta eng kerakligi, eng qiziqarlisi quloqli inson bilan ishlash qiyinda. Sal ketib qolsangiz topib oladilar. Muzikantlarning ichida, skripkachilarning ichida, bizani oramizda, bek vokalchilarda qaysidir birimizni sal notadan ketib qolsangiz rost topib oladilar. Chunki biladilar kimligini. San deydilar. San mamutda, san mana qilding. Ikkinchi ovoz olib tasha, kerak emas, ikkinchi ovoz qilmalaring, san o'chir. Mana buni qo'y, san qil. Bu muzikant, san bunaqa qilding, san bunaqa qilding. Bu men uchun juda ham katta dars. Bu men uchun san'at madaniyati, san'atning ichidagi sahna qonuni, sahna madaniyati, san'atkorning madaniyati, mas'uliyati narsalarni men ko'ryapman. Bu degani men nafaqat onam, balki ularga shogird deb o'zimni men ayta olaman. Eng kerakligi. Meni oldimga juda ham ko'p yoshda keladi. Ustozim deyshadi, to'g'ri. Bu katta narsa, javobgarlik deb o'ylayman. Ustoz bo'lish uchun nimadir yaratish kerak. Ustoz bo'lish uchun bir qanaqadir yo'l ko'rsatish kerak, o'rgatish kerak nimani. Men hali o'rganayotgan o'zim shogirdman endi. Shu uchun kibrlanib qolmay, boshqa qilmay deyman. Endi bu yerda 100% kibrlanmaysan. Yulduz Usmonovani komandasida hech kibrga o'rin yo'q. Unaqa bo'ladigan sharoit ham yo'q. Hamma mehnatda. Mehnat qilgan odam faqat ishini biladi, mehnatini biladi va albatta mana taqdim qilinganda rohatini ham ko'rishadi va ular bilan birga jo'r bo'lib, bularning komandasida men bo'lib turib, men o'zim maza qilib rohatlanaman va men bundan faxrlanaman. Kimdir aytadi, "Nimaga sen g'alati emasmi? Bek vokalda chiqyapsan, boshqasan yoki bo'lmasa aying anaqalar-ku, masalan, ayingga yetsang bo'ladi, turmayman deb bek vokalga yoki unaqa deb." Men jon deb turaman. Men necha marta aytdim, pandemiya bo'lib qoldi. Anaqaga chiqsanglar deb, obozga chiqsanglar, meni olib ketinglar, men dedim to'ylarni o'sha kunga bersanglar, men o'sha kunimni bo'sh qoldiraman, to'y olmayman deb aytdim, hattoki. Men o'zim taklif berdim shunaqa. Chunki men uchun bu juda ham muhim narsa. Hayotimda meni ishim uchun bu juda ham muhim rol o'ynaydigan punkt, katta punkt. Sorry that today I'm late to take my kids because our grandmother, my mom is also a singer, so you know her, Yulduz Usmonova. Not yet. But I'm you were still new in Uzbekistan. But when you put a concert, you were using her songs also. Oh, so you don't know that? I didn't know. Okay, now you get it. Now you know. So now we started the rehearsal. Soon there's going to be a big concert show and I got a little bit I'd love to busy. go. Yeah, I'm going to invite you. I'd love to Inshallah, I'll invite you. With pleasure. Yep, we'll do that. That would be lovely. I've never been to a concert. Biz hozir konsertga bularni taklif qilamiz.
Саид, расскажи мне свои впечатления о реалити-шоу. Мои первые впечатления? Я удивлен был, я об этом не слышал, новостей никаких не было, внезапно 4 камеры дома, снимать все начали, я не понял, что происходит. Потом, когда все разъехались, я маму спрашиваю, говорят, что теперь реалити-шоу будут снимать. Какой-то уровень дискомфорта есть, на такие съемки приходится выезжать, иногда планы отменяются. Если честно, я не люблю на камеру вообще что-нибудь снимать. Я стеснительный человек. Я с мамой как дружеские отношения. Она молодая, мама ей не 40, ей не 50. Я с ней как сестрой старшая, отношения. Назови несколько треков своей мамы. Ты слушаешь их? Ты вообще песни мамы своей слушаешь? Это войдет все в шоу? Ну, порежем. Я не слушаю. А бабушка? Нет. Узбекские песни не слушаю. С бабушкой видишься? С бабушкой? До карантина раз в неделю виделся, до прошлого года. Сейчас поменьше у нее, потому что работы много сейчас. Раз в месяц, может быть. Раньше каждую неделю 2-3 раза видел я. Сейчас у нее много работы, она постоянно за границей. А ты на ее концерты ходишь? Да, на первый и последний каждый год концерт хожу. Ты вообще много времени, когда ты родился, в детстве ты больше прожил с бабушкой? Да. Какое у тебя было детство? Детство? Оно проходило, довольно долго. С бабушкой я жил примерно 10-11 лет. С рождения. Не совсем 10-11. Были периоды, когда бабушка в Стамбуле жила. Детство, если честно, мало чего про него помню. Весело было мне. Очень сильно весело. Помню, у меня было много друзей. Больше, чем сейчас. В 2 странах оно проходило. В Стамбуле и в Ташкенте. Узбекистан, Турция. Каждые 3 месяца туда-сюда ехали. По-моему, у меня хорошее детство было. Когда ты уже стал подросткового возраста, ты начал жить с мамой. Да. Поменялось вот это все? Беззаботное детство резко, уж когда ты повзрослел? Да, это все немного поменялось. Сразу где-то 10 тысяч репетиторов у меня появились. Все строже стало, у меня режим в 9 часов спать появился, когда я тут к маме переехал. Все строго было вначале с мамой, пока я маленький был. Было желание уйти опять к бабушке? Первые пару лет было желание к бабушке вернуться. Конечно, я там как с бабушкой привык всю жизнь жить, я другого не знал. Учитывая, что у мамы строгие режимы были, я постоянно говорил, что хочу вернуться к бабушке. Она это как шутки это относила. Вот сейчас, смотри, сейчас у тебя 2 братишки и 2 сестренки. Да. Ты чувствуешь ответственность за них? Конечно, ответственность в любом случае есть. Париж мы в одну школу ходим, постоянно проверяю, что они делают. За сестренками тоже надо проверять, что они делают каждый день. Чтобы они, когда играли, случайно не упали, чтобы не пострадали, пока что-то делают они и те, и те. How are you? Nice to see you again. Thank Welcome you. to our salon. Hello. Halila kim keldi? TikTokda menimcha uncha faol emasman. Men bunaqa ukalarimni ko'rib qolsam, mashinamga qarab turgan. Xo'p, tajriba bor. Kinoni proba qilishga. Ozod uchun Sumali bu yer. Sumali menda, Halim sizda. Bo'ldi. Mana Instagramda repost qilasan har bitta postimni. Facebookda ko'z qilaman o'zimni hayotimni. TikTokda aktiv bo'ladi faqat kechki payt. Dunyoimni bilding, endi ko'rasan online. Endi ko'rasan online. Endi ko'rasan online. Endi ko'rasan online. Endi ko'rasan online.